Mana shu ishi uchun 82 million 400 ming so'm sizga jarima qo'llanilgan ekan deyapti. Yaqinda o'tgan 13-fevral kuni o'g'lim o'tdi. Shunaqa marosimlar bor, birinchi qaytda dedi. Qo'lim bilan qurganman. Noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, buzib beraman. Bizni birga tutash qo'shnilarning roziligi, hammasi rozi bo'lgan. Eng oxirgisi shu 82 million 400 ming sizga jarima qo'llanilgan ekan deyapti. Katta pul yo'q, endi qora qozon qaynab turibdi. Blogger Dostonbek Rahimov. Oltiariqda bir fuqaro uchun ikki qabr bo'ldi. Birinchisi farzandining qabri, ikkinchisi adolat qabri. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Dostonbek Rahimov. Blogger Dostonbek Rahimov. Do'stlar, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida yashovchi fuqaroga 82 million 400 ming so'm jarima jazosi qo'llanildi. U zo'r ustiga ustachilik qilish uchun bir oddiy xona qurgan edi xolos. Kadastr xodimlari tomonidan uni buzib tashlash bo'yicha ogohlantirish xati qolaversa sudga murojaat qilishi mumkin edi. Lekin nega 82 million 400 ming so'm jarima birdaniga fuqaroga qo'llanildi? Ushbu masala yuzasidan biz fuqaroga bog'landik va aslida holat nima bo'layotganligi bo'yicha qiziqdik. Suhbatni sizlarga havola qilamiz. Blogger Dostonbek Rahimov. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Oltiariq tumanidagi jarima yuzasidan fikr bildirmoqchimiz. Oltiariq tumani kadastr agentligi tomonidan mana shu ishi uchun 82 million 400 ming so'm jarima qo'llanilgani aytib o'tilyapti. Sizga hozir 82 million 400 ming so'm jarima uchun asos bo'layotgan narsa mana shu mukammal qurilish bo'lyapti. To'g'rimi? O'zi asli bu joy mana ko'rib turibsizlar, uyimning orqa tomoni. O'zimning uyimda tutash chegara qismi 2019-yilda shu suv xo'jaligi tomonidan borib ariza qildim, mahalladan rozilik xatini oldim, hamma hujjatlarni olib, borib shartnoma tuzdik. Shartnoma asosida mana 7-8 yildan beri foydalanib kelaman bu joydan. Endi yaqinda kadastr agentligidan kelishdi, hokimiyatdan vakil keldi, kelib xuddi shu joyda gaplashyapmiz. Joyingiz noqonuniy. Noqonuniy bo'lsa, xo'p, noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, buzib beraman. Menga vaqt beringlar. Boshimda shunaqa ishlar tushib qoldi. Hayitlarim bor, birinchi hayit. O'tkazib oling marosimlarni. Hammamiz musulmonmiz degan ma'noda gapirdim. O'g'lingiz o'tdimi? O'g'lim o'tib qoldi. O'tkazib olsam marosimlarni, keyin xalqqa beraman, mayli o'zim qo'lim bilan qurganman, usta ishlatmaganman. Menda hozir usta tashlagan sharoitim yo'q. O'zim buzaman, o'zim xohishim bilan o'zim qilib beraman dedim. Ya'ni buni bartaraf qilish uchun buzish uchun ham o'zingiz buzishingiz kerak. Ustaga ham mablag'ingiz yo'q. Sharoit yo'q. Endi to'g'risi davlat ishida ishlamayman. Hech qayerdan keladigan yo'q. Faqat o'zimni Xudoga ishonib, o'zim tavakkal. Xudoga shukr kam bo'lganim yo'q. Qornim och qolgani yo'q, ustim anaqa emas. Misol, endi men qaramog'imda hozir 7 nafar farzandim bor. Ularni bog'cha, maktab o'zingiz tushunasiz. Hamma hozir ko'chaga chiqishda o'zi rasxod bo'lib yotibdi. Shuning uchun bu darajada katta pul yo'q. Endi qora qozon qaynab turibdi. Xudoga shukr, inshaalloh bunga muammo yo'q. Lekin kadastr agentligi kelib ogohlantirmasdan hech qanday birinchi bosqich, ikkinchi bosqich qilib bosqich olib bormasdan turib eng oxirgisi shu 82 million 400 ming so'm jarimani. Necha marta kelishdi kadastr xodimlari? Bir marta kelishdi, o'sha keldik, gaplashdik. Ikkinchi kuni yana qaytib kelishdi, 2 kun. 2 kun vaziyat kelishdi. Birinchi kuni gaplashdik, to'g'ri tushuntirdim, ikkinchi kuni keldi, shunaqa vaziyat tushuntirdim. Xo'p deb ketishdi-yu, bartaraf qiling. 3 kun muddat deyapti. Dedim, men 3 kun ichida ulgurmayman. Shunaqa uyda marosimlarim bor. O'tkazib oling, hayitdan keyinga qo'lim tegishi bilan urinaman. Aytdingizmi, o'g'lim o'tgan? Shunaqa dedim. Aka, o'g'lim yaqinda o'tgan 13-fevral kuni o'g'lim o'tdi. Shunaqa marosimlar bor, birinchi hayitda dedim. Desam, xo'p deb ketishdi-yu, ertasiga 18-kuni qaror chiqqan ekan, 19-kuni obedlarda pochtalyon orqali menga xat kelyapti. Sizga jarima qo'llanilgan ekan deyapti. Olyapman, qo'limga hayronman. Shu yerda musurigacha to'layman. 7-8 yildan beri Farg'ona viloyat suv xo'jaligi melioratsiya agentligining nimasi? Bu mana shu shartnomalaringiz, to'g'rimi?
Mana bu Musurdiki ekan, ha? Oldirtiramiz. Kvitansiyalarga tikib qo'yganman. Bu mana to'laganlaringiz, ha? Bu joyda mahalla tomonidan menga berilgan, mahalla yetkiligi tomonidan o'sha o'zini o'zi band qilish uchun mana mahallada rozilik xatlari, mana shu Zibirga tutash qo'shnilarni roziligi, hammasi rozi bo'lgan bu yerda men foydalanishimga. Ya'ni sizni bu yerda hozir aholidan kimdir murojaat qilgani yo'q. Yo'q. Chunki hamma rozi bo'lib o'zi bergan. Keyin orada shunday vaziyat o'tyaptiki, 2020-yilmi, 2021-yili bu Zibirda ustiga mukammal qurilishga qaror chiqyapti. Oltiariq tuman hokimligi tomonidan. Qanday? Zovurni ustiga. Zovurni ustiga qandaydir bino tushar ekan, oshxonami? Ya'ni mana shu sizni joyingizga. Shu joyga qaror chiqarilgan ekan. Keyin men haligi o'qiganman endi Vazirlar Mahkamasi 981-sonli qarorida bu joylarga o'zi loyiha qilishni o'zi qonunga xilof degan joyi bor-da. Zovur ustiga hech qanday mukammal qurilish mumkin emas. Faqat yengil tipdagi ruxsat bor deyilgan. Qazish, kavlash, ta'mirlash ishlari bo'lganda, o'sha aynan suv xo'jaligi uchun zarurat bo'lgandagina o'z balansimdan olgani mana shartnomada qo'l qo'yganman. Mana shu joy agar shu yerda qazish, kavlash, ta'mirlash ishlari ketadigan bo'lsa, davlat tomonidan men o'z hisobimdan, o'z balansimdan buzib, tekizlab ochib beraman. Sizlarga aytib o'tilayotgan joy mana shu hudud. Mana shu hudud bo'ladi. Mana shu Zovur, ha? Siz aytayotgan oshxonani hozir mana shu yerga deyishyaptimi? Xuddi shu joyga oshxona tushar ekan. Mana shu joyga. Mana shu joyga oshxona tushar Siz ekan. qarormi, birorta qog'oz ko'rdingizmi bu haqida? Bu joyga chiqqan insonni o'zi keldi. Bu joy menga tegishli. Bu yerda men qonuniy olganman, anaqa APZ loyihalarni chizdirganman, Mana shu yerga. Shekka. Aytyapman, aka, bu joyga agar qurilish qilishning imkoni bo'lganda, o'sha qurilishni men qilgan bo'lardim. Lekin qurilish qilishning imkoni yo'q. Qaror chiqarishni o'zi noqonuniy. Mumkin emas. Zibirga unga mahalla ham kelishganda mahalla chiqqan meni ortimdan, chiqib senga bermaganmiz bu joyda. Mana shu bolaga berganmiz, meni ko'rsatganda ketgan u odam. Oradan mana 3 yil o'tyaptimi, 4 yil vaqt o'tyaptimi, yana qaytib kelyapti. Agentlikdan, hokimiyatdan unisi bunisini olib kelib, shu yerda o'zi ham kelib turibdi. Mana deyapti, buzdirib bering, mana u noqonuniy deyapti. Asli kadastrga ular chiqish kerak, tashkilot. Suv xo'jaligi. Menga shu joy kerak bo'lyapti-yu, lekin u fuqaro meniki buzmayman deb turib oldi degan bir vaj bilan chiqsaki, ular kelib ogohlantirish kerak edi. Sizga o'zi kadastr kimdir murojaat qildi dedim. Bu joyni bartaraf qilish bo'yicha o'sha fuqaroni APZ loyihalari, qarorlari bor ekanmish. Ya'ni oshxona quraman. Oshxona quraman degan tadbirkorni shunaqa hujjatlari bor ekanmish, shekilda tayinlangan ekan. Endi men uni kirish qismini to'sgan ekanman u joyda. Shu faqat bu davlat uchun emas, fuqaroni, ikkita fuqaroni manfaatlar to'qnashuvi bo'lyapti deb o'ylayapman. Ya'ni bu yerda o'sha tadbirkorning manfaati uchun qurbon bo'lyapti. Blogger Dostonbek Rahimov.